Hammaga salom. Samarqanddagi Ucharbek nomli turkompaniya bilan birgalikda birinchi sayohatimizga go! Uchquduqdan Toshkentga kelib olib, aeroportda registratsiyalardan bir zumda hech qanday muammolarsiz o'tib oldik. Avtobus odamlarni aeroportdan samolyotgacha shunaqa keltirib qo'yadi. Samolyotda deraza tomondan joy o'zi xo'jayinimga berilgandi, lekin baribir men o'tirib oldim. Sayohatga chiqishim ham samolyotda uchishim ham birinchi marta bo'lgani uchun samolyot yerdan osmonga ko'tarilayotganda ozroq qo'rqdim. O'zbekcha kinofilmni qo'yib olib, samolyotda birinchi marta ovqatini osmonda tatib ko'rdik va menga juda ham yoqdi. Menimcha yuzimdan ma'lum. Mana shu tochkadan shu tochkagacha yetib kelarkanmiz. Bu yerda bulutlar, bu yerda esa Misrning baland tog'lari. Menimcha hamma tushunib oldi, biz Sharm-el-Shayxga yetib keldik. Bir o'zlariz hech qanday tajribalarsiz begona yurtga borishga qo'rqmadingizmi deganlar uchun biz ketgan turkompaniya hech qanday xavotirlarga o'rin qoldirmadi. Chunki Ucharbek turkompaniyasi tomonidan mas'ul shaxslar bizni Sharm-el-Shayx aeroportidan o'zimizni otelimizgacha etib qo'yishdi hamda nomerlarimizga ham joylashtirib qo'yishdi. Sharm-el-Shayxdagi 7 kunimiz qanaqa qiziqarli o'tganini ko'rish uchun esa bizga obuna bo'lib qo'ying.